Newsmedia.tv taqdim etadi. Bugun muxlislar Notorious Big ismli rep yulduzini so'nggi manzilga kuzatishdi. Ko'z yoshlar sel bo'lib oqdi. Dafn marosimidan so'ng xalq Brooklyn ko'chalariga chiqqanida ikki guruh o'rtasida nizo chiqdi va qalampir spreylari ishga kirishdi. Olamdan o'tgan rep yulduzi uchun katta dafn marosimi o'tkazildi. Ammo politsiya darg'azab muxlislarning isyonini bostirishga ko'rsatgan sa'y harakatlari zo'ravonlikka aylandi. Iltimos, tinchlikni saqlang. Olomon politsiya boshpanalariga hujum qila boshladi. Muxlislar mashinalarning ustiga chiqib raqsga tushdi. Xalq o'zini yo'qotib qo'ydi. Vaziyat nazoratdan chiqib ketdi. Politsiya muxlislardan tarqalishlarini iltimos qilishiga qaramay, lekin ba'zi muxlislar ularga qarshi chiqdi. Politsiya olomonni tarqatish uchun qalampir gazidan foydalandi. Voqea joyida 10 kishi osoyishtalikni buzgani uchun qo'lga olindi. Brooklyn xalqi esa politsiya odamlarni tarqatish uchun haddan ortiq kuch ishlatganini bildirmoqda. Mas'ul shaxslarni beshafqatlik va beparvolik bilan ayblashmoqda. Faqat safe for me to walk again, to talk again, but anyway, I get fronted some keys to get back on my feet, and everything that nigga said came to reality. Living like a baller, low, having money and blowing hella chronic smoke. I bought my mama a Benz and bought my boo-boo a Jag, and now I'm rolling in a 9 AL Dog Red. Just remember, change your mind, cause when you start set tripping, that ass is mine. Indeed, agree, proceed to smoke weed. Never have I want. Yordam kerak emasmi? Derazangni yopib yo'lingga qara, la'nat oqtali olibdi. Bo'lmasa aftingni bejab qo'yaman, tushundingmi? Albatta. Yana bittasi. Nima yana bittasi? Nima demoqchisan? Hozir kim ekanligimni ko'rsatib qo'yaman. Meni bilmas ekansan, yaramas iflos. Yaramas ablah. Senga nima kerak? Iflos. Politsiya, qurolingni tashla. Qo'lingni boshingga qo'y. Politsiyadanman. O'zim politsiyachiman. Meni yo'lda chiqqan nizo tufayli chaqirishdi. Voqea 9 kun avval Notorious B.I.G. laqabli repchi o'ldirilgan joydan 8 kilometr uzoqlikda sodir bo'ldi. Avvaliga bu ikki hodisa o'rtasidagi aloqani topolmagandim. Topganimda esa hamma narsamni yo'qotdim. O'sha kuni voqea joyida labirintning ilk eshigi ochildi. Yolg'onlar shahri. Janub shimolga qarshi. Faqatgina xolis va qonunga xilof ish qilmaydigan politsiya kerak. Bundan keyin politsiyachilarni jinoyatiga javob berishga majbur qilamiz. Tupac Shakur e'tirozchi yoshlarning ovoziga aylangan qo'shiqchi edi. Suge Knight'ning shirkati bo'lgan Death Row mashhur repchi ortidan muvaffaqiyat qozongandi. Tupac Shakur gave a poetic voice to this frustrated, rebellious generation. And then it was cashed in on by LA-based rap label Death Row Records, helmed by the nefarious Suge Knight. Sharqiy qismda Notorious Big ismli repchi shuhrat qozongandi. U New York shirkati Bad Boys Records'ning asosiy qo'shiqchilaridan edi.
Tupak bilan men o'zgachamiz. O'rtamizda jiddiy muammolar bo'lishiga qaramay, birovga o'lim tilamagan bo'lardim. Sharq va g'arb o'rtasidagi nizoni faqat jurnalistlar emas, balki insonlar ham cho'zib yuribdi. Biz hozir Las-Vegasdamiz. Bu yerda Tupak Shakur otib o'ldirildi. Yarim yil o'tishiga qaramay, politsiya o'ldirilgan Big Smalls hodisasini Repchi Notorious Bigni kim o'ldirdi? Los-Anjeles politsiyasining bu jinoyatda qo'li bormi? Oradan 18 yil o'tishiga qaramay, bu jinoyat hali ham fosh etilmadi. Tupakning ham, Notorious Bigning ham qotillari topilmadi. Russell Paul 1997-yilda sodir etilgan Big jinoyatida bosh tergovchi edi. Men detektiv Russell Polman. Insonlar o'z yaqinidan judo bo'ldi. Ular ham bu savolni javobini olishga haqlari bor. Men uning onasiman. O'g'limni otib tashlashdi. Men esa sababini bilmoqchiman. Wallace xonim sababini bilmoqchi. O'z kuchimni chegaralashim kerakligini bilaman. Chunki bu sohada juda ham kuchliman. Avvaliga Tupak bilan ikkimiz kuchli san'atkor ekanligimizni bilmasdim. Biz o'zgacha dunyoqarashga ega ikki inson tomonlar o'rtasida nizoga sabab bo'ldik. Nima demoqchiligimni tushunyapsizmi? Ikki raqib butun g'arbiy sohil bilan sharqiy sohil o'rtasida ziddiyat yaratdi. Bu esa meni vasvasaga soldi. O'zimga savol berdim. Bu olifta meni yoqtirmaydimi yoki men istiqomat qiladigan sohil nima? Bu tasavvurim to'g'ri emasligini bilardim. Hech bo'lmasa menga qo'yilgan ayblovlar to'g'ri emasligini bilardim. Lekin uni nomidan gapira olmayman. Men u emasman. Menga qilgan tuhmatlarini bari yolg'on. Biroq uni boshiga tushgan kulfat dahshatni o'zginasi. Karaxt bo'lib qoldim. O'rtamizda jiddiy muammolar bo'lishiga qaramay birovga o'lim tilamagan bo'lardim. Sizga nima kerak? Eshik ochiq edi. Taqillatib ko'rdim. Men Darius Jackson. Siz bilan Notorious Bigning o'limi haqida gaplashmoqchi edim. Jurnalistman. Ha, jurnalistsiz. Biroq sizlar bilan uchrashmasligimni allaqachon aytgandim. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Endi keting. 18 yil avval maqolamda Sharq sohili G'arb sohiliga qarshi nomli dasturdagi reportajingizdan foydalangan. Sharq G'arbga qarshi maqolasimi? Ha, Sariqchaqa arzimasdi. Nazariyangiz ham noto'g'ri bo'lgan. unda nega meni Peabody mukofotiga loyiq ko'rishdi? Peabody? Ha, Siz hayot va o'limni arzimas mukofot uchun qiyosladingizmi? pulini ham to'layman. Nima? To'layman. Pulini to'laysanmi? Ko'zimdan yo'qol. Bo'lmasa tishlaringni qoqib olaman. Yo'qol. Bu ishingizni politsiyaga borib aytishim kerak, to'g'rimi, janob detektiv? Shunaqa degin, ular sen uchun o'z burchlarini bajarishlariga ishonasanmi? Men esa o'z burchimni bajardim. Sizni topdim. Oq tanli odam qora tanlini otib o'ldirdi. Bu yerda kim aybdor? Menga popsa qilyapsanmi? Yo'q. Yo'q. Shunchaki topishmoq. Oq tanli yigit qora tanlini otib o'ldirdi. Kim aybdor? Bilmayman. Javobi berilayotgan savolda bo'ladi. Buni Bigiga nima aloqasi bor? To'g'ri aytasan. Yo'qol. Keyingi safar eshikni taqillat. Taqillatgandim. La'nat. Jurnalistlik sohasida 3 ta qoida bor. Birinchisi, hissiyot faktning dushmani hisoblanadi. Salom Jack. Xayrli tong. Yodingizda saqlang. Biz matbuot tashkilotimiz. Bu esa bizni ikkinchi qoidaga boshlab boradi. Haqiqat dolzarb mavzu bo'lganida betaraflikka o'rin yo'q. Yoshligingizda muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Biroq bu omadsizlikdan boshqa narsa emas. Chunki hali sabr qilishni o'rganmagansiz. Bigi bo'yicha izlanuv qalay bo'lyapti? Bugun Russell Paul bilan uchrashdim. U hali ham Wallace ishi bo'yicha shug'ullanyapti.
Xonasining devorlariga yopishtirilgan bir qancha dalillarni ko'rdim. Achinib ketdim. Judayam. Tushunarli. Bir odam barcha obro' e'tiborini bitta hodisaga tikkanda shunday bo'ladi. U senga yordam berishi mumkin, o'g'lim. Lekin Biggi Tupakni o'ldirish uchun hech kimga pul bermadi. Bu safar o'z hayotingni barbod qilma. Russell Polga ham vaqt sarflama. Uning maxfiy nazariyalari befoyda bo'lib chiqdi. Deni, men to'layman. Sog'lik tilayman. Modomiki hayotingiz xavf ostida deb o'ylasangiz, nega bizga intervyu beryapsiz? Bilasizmi do'stim? Big meni o'g'lim bo'lgan taqdirda ham kimdir menga yordam bera olishini bilganimda, undan albatta madad kutgan bo'lardim. Otmang. Ana keldi. Yana senmisan? Meni kutayotganmidingiz? Albatta. Nima qilishingni bilsa bo'lardi. Hech kimga ishonmayman. O'z hayotimdan tashvishlanyapman. Bu kim? Hech kim. Mana bu kolleksiyada qanday qilib ma'no chiqara olasiz? U o'g'limniki. Fins jamoasida himoyachi sifatida o'ynaydi. Agar boshqa savoling bo'lmasa, ket. Detektiv Paul, siz bu ishga ahamiyat berishingizni bilaman. Biroq Los Angeles politsiyasi nazariyangizni qabul qilmaydi. Bu nohaq ekanligimni isbotlamaydi. Biggi Smallsni kim o'ldirdi? Yo'q, uni yo'qot. Biggi Smallsni kim o'ldirdi? Tashla dedim. O'zingizni bosing. Yo'qot. Tinchlaning. Avval ruxsat so'rashing kerak. Esing joydami? Nega Kanadaga yopishib olding? Begona odam uyimga bostirib kiryapti. Xuddi hech nima bo'lmagandek. Bugun kirishingga lomim demadim. Sen esa yuzimga mana bu kamerangni tutyapsan. Ruxsat ham olmading. Hurmat nimaligini bilmaysanmi? Rostni aytsam, sizga ko'zim uchib turgani yo'q. Bigni kim o'ldirganini aytsangiz, ketaman. Avval shuni ta'kidlab olay. U haqida men bilan gaplashayotganingda Christopher deb ata yoki janob Walls de. U shunga loyiq. Bu sassiq ofisingizga siz bilan gaplashgani kelgan yagona odamman. Sizga savol beradigan odam men ekanligimga ishonavering. Christopher Wallisni kim o'ldirdi? Bilmayman. Bilmaysizmi? Bu katalik holida deyarli 20 yildan beri o'tiribsiz. Shunda ham bilmaysizmi, a? Meni nazariyam bor. Biroq tergov mendan tortib olindi. Sen betartib deb o'ylangan mana shu kolleksiya aslida ilmoqlar hisoblanadi. 20 yillik ilmoqlar. Men esa ilmoqlarni mohirlik bilan birlashtira olaman. Notorious Big Peterson avtomobil muzeyi yonida o'ldirildi. 1997-yil 9-mart. So'l bazmi mukofotidan so'ng Peterson avtomobil muzeyi. Umr soati atigi bir marta aylanib chiqadi. Hech kim soat mili qachon, qayerda to'xtashini ayta olmaydi. Voy Biggi! Voy Biggi! 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 Voy! Bu lahzalar senga qaytib berilmaydi. Yasha. Sev. Nafqiron bo'l. Ertangi kunga ishonma. Toki soat millari yurishdan to'xtamaguncha. Voy Biggi! Biggi! Nari tur, yaqinlashma. Mumkin emas.
Hech kim haqiqatdan qocha olmaydi. Yuzaga chiqishi kerak bo'lgan haqiqatlardan ham. Unga saboq berishim kerak shekilli. U og'zingni og'ritishingga arzimaydi, qo'yaver. Kimdir biografiyam haqida yozadi-ku. Salom, qalaysan? Salom. Qayerga ketyapsizlar? Yordam kerak emasmi? Kechirasiz qizlar. Bolalar, dastxat olsam bo'ladimi? Bek, men ashaddiy muxlisingizman. Menga dastxat bera olasizmi? Albatta. Men ham rep aytaman. Bir eshitib ko'ring. Iltimos, hozir emas, boshqa kun eshitib ko'rarman. Maylimi? Albatta. Katta rahmat. O'g'limni sog'inmay o'tkazgan bir kunim ham yo'q. Yuguring! Bigni otib tashlashdi. Tezroq bo'ling. Nima bo'ldi? Peterson muzeyi yoniga zudlik bilan tez yordam yuboring. Bir odamni otib ketishdi. Shubhali shaxslar qochib ketdi. Wilshire maydoniga zudlik bilan yuboring, tezroq. Voy, bu mashhur qo'shiqchi-ku. Qaranglar. Ahvoli qanday ekan? Otib ketishibdi. 24 yoshdagi repchi Notorious Big Christopher Wallace yakshanba kuni tongda otib ketildi va san'atkor hodisa joyida halok bo'ldi. Tergovni qachon boshlagandingiz? Bir oydan so'ng. Bir oydan so'ng. Yo, yozib olma. Yodda saqla. Yozib olma, bu yoqqa yoz. Nega shuncha vaqt o'tkazdingiz? Chunki boshqa tergov bilan shug'ullanayotgandim. Oq tanli politsiyachi qora tanli politsiyachini otib tashlagandi. 1997-yil 18-mart. Shimoliy Gollivud. Qurolingni tashla. Men ham politsiyachiman. Nishoni bor ekan. Avval o'zi to'pponcha o'qtaldi. Tezroq, uni qo'lga oling. Qani, tezroq. Harakat qiling. Qimirlamayapti. Qurol, to'pponchasi bor ekan. Tinting. Uni tintib ko'ring. Nima bo'ldi? Menga to'pponchasini o'qtalib dag'dag'a qildi. O'zingni bos. Bo'ldi. Menga do'q qiladigan kim bo'pti? Hammasini o'zi boshladi. Ha, hammasini o'zi boshladi. Quloq sol, Frank. Hujjatini tekshirdik. U ham politsiyachi ekan. Oq tanli politsiyachi qora tanlini o'ldirdi. Kim aybdor? Kim boshlagan bo'lsa? Gap bunda emas. Shaharda haliyam Rodnikingning hikoyasi aylanib yurardi. Bunga nuqta qo'yishning yagona yo'li topildi. Men esa boshqacha tasavvurga ega yagona o'sar edim. Bir 1997-yilda Los Angeles politsiya tashkilotidagilarni irqchi deb hisoblashardi. Aslida unday emas edi. Siyosatchilar ham bor edi. Rahmat. Bu safar katta muammoga duch keldik. Tashkilotning 2 xodimi harbiy qirg'oqda, kupa-kunduzi chorrahada bir-biriga o'q uzibdi. Guvoh bormi? Bo'lganda qandoq? O'q otgan odam maxfiy xizmatda bo'lgan detektiv Frank Layga o'zini himoya qilganini aytyapti. Marhum esa ofitser Kevin Gaines. Hozir Layga qayerda? Narigi tomondagi qahvaxonada ushlab turishibdi. Seni kutishyapti. Ha, bir detalga e'tibor berish kerak. Albatta. Agar kichik xato qilsak, matbuot yoqamizga yopishib oladi. Tushunding-a? Ha, janob. Ishga kirish. Kechirasiz. Ha, Bosh detektiv kim? menman. Men detektiv Russell Paul. Rapil, tanishganimdan xursandman. Iltimos, meni detektiv Layga oldiga boshlab boring. Yaxshi, hozir. Hey, Gary. Gary. Qayerdasan? Bu yoqdaman. Mana bu yerda kuzatuv kamerasi bor. Iltimos, menga ham bir nusxasini berasan. Xo'p. Xo'pmi? Julie. Shu yerdaman.
Bir qarab ko'r. Balki chorrahada o'q qoldiqlaridan qolgandir. Keyin bir dispetcherga murojaat qilyapti. Qulog'im sizda. Mitsubishi Montero markali yashil mashinani tekshiring. Mashina raqami 2 Adam Boy Merit 543. Layga. Men detektiv Russell Paul. Unga maxfiy politsiyachi ekanligingizni aytdingizmi? 3 yildan beri maxfiy topshiriq bilan yuraman. Bu Ovsarga aytarmadim. U kim ekanligini isbotlab bo'ldi. Menga mana bu ishorani ko'rsatdi. So'ng esa meni chorrahada o'lim bilan qo'rqitmoqchi bo'ldi. Men mashinamda indamay o'tib ketdim. Ana, jamoamdan so'rang. Uni o'z ortimdan quvdi do'stim. Yo'limni to'sib qurol o'qtaldi. Men esa o'zimni himoya qilish uchun uni otdim. Tushunyapsizmi? Bu la'nati Los Angeles politsiyachisi emas. Bezorini o'zginasi. Bu aniq. King 1 dispetcher murojaat qilyapti. Mashinani tekshirdik. U Tarzanadagi shirkatga tegishli ekan. Davom eting. Haydovchi boshqarayotgan mashina Montero Desrow Record shirkatiga tegishli ekan. Yana takrorlang. Haydovchi boshqarayotgan mashina Montero Desrow Record shirkatiga tegishli ekan. Bu hodisa Christopher Walls voqeasidan 9 kun o'tgach sodir bo'ldi. Hech kim qamoqqa olinmadi. Hech kim. Hamma gumondor kim ekanligini bilardi. Shug Knight Diaz Row Records shirkati rahbari edi. Shug Knight was the head of Death Row Records, and Shug Knight was a gang member. A blood, mob, Pyro blood. Death Row was a legitimate business, but its CEO played by street rules. Shu bilan birga Blood nomli to'dani boshchisi edi. Mob Pyro Blood Diaz Row qonuniy tashkilot edi, lekin rahbari jinoyatchi edi. 1997-yil mart. Desrow Records shirkati Tarzan. Qanu! Ke bolam. Bolasini ko'rsin. Hech qayerga ketmayman. U qayerda? Bolaga qarang. Bu yoqqa chiqchi Shuk. Bu sening ishing ekanligini bilaman. Qayerdasan Shuk? Yo'qol bu yerdan. Bu yoqqa kel deyapman senga. Ikkita bolani bir o'zim qanday qilib boqaman? La'nati quyon yurak. Suyuq oyoq ayollardek kavagingga o'tiribsanmi? O'zingni hayvondek tutsang, men ham hayvondek munosabatda bo'laman. Nariroq turing. Itga o'xshab xursang, senga itday munosabatda bo'laman. Tushundingmi? Hey, janob. Menga qo'l cho'zishga qanday hadding sig'di? Yaramas. Xo'p, men politsiyadanman. Muammo chiqishini xohlamayman. Bu yerda bolalar Bosh nima qilibdi? Bilmayman. Men shunchaki Unda yo'qol. Uni o'ldirishgan. Rahmat. Xayr. Shular yerimni o'ldirishgan. Mana politsiya keldi. Politsiya ofitseri Kevin Gaines. Eringizni ular o'ldirgan deb o'ylaysizmi? Kevin shu qotilni tansoqchisi edi. Menimcha ko'rish kerak bo'lmagan narsani ko'rgan. Ular esa uni o'ldirishdi. Walls mashinada o'qqa tutildi. Og'ir yarador bo'lgan repchi Sine kasalxonada vafot etdi. Bu fojia ham boshqa qotilliklarga o'xshaydi, lekin o'sha tunda odamlar ko'p bo'lgan. Hozirda surishtiruv ishlarini olib boryapmiz. Guvohlar to'g'ri qaror qabul qilib, bizga xabar berishlariga ishonamiz. Ha, ishonamiz. Mana oling. Katta rahmat. Buni ko'pchilik so'rab keldi. Menga ishonganingiz uchun rahmat.
Nima gap, Pol? Jala qo'yib turganda meni chaqirish uchun qanday bahonang bor? Bu haqda boshqarmada gaplashkim kelmadi. Nega boshqa politsiya xodimlari bu kasetani so'rashyapti? Axir bu meni tergovishim-ku. Qo'ysangchi, Pol. Shahardagi qora tanli politsiyachilar senga qarshi bo'lishga tayyor emasmisan? Hozir jamiyat ham xavotirda. Kecha ofitser Geynisni xotini bilan uchrashdim. Uni ahvoli yomon edi. Kecha u $200,000 turadigan Mercedesdan tushdi. Eri Dias Road'da ishlashini aytdi. Hazillashyapsanmi? 4 ta oq tanli politsiyachi Rodney Kingni do'pposladi. Hodisaga razm sol, Geynis juda takabbur odam edi. Boshqalari ham xuddi shunday. Kimlarni aytyapsiz? Junglidan kelgan yigitlarni aytyapman. Geynis o'ziga o'zi qildi. Hadeb bu hodisani kavlayverish shart emas. Wallace ishi haqida nima deysiz? Wallace ishining senga aloqasi yo'q. Biz Janubiy byuro hisoblanamiz. U ish bilan jinoiy qidiruv bo'limi shug'ullanadi. O'z ishingga qara. Keynes 11-xona, Albaniya, yarim tunda. Oqtali detektiv Dezrovning oldigacha kelishga jur'at topgan bo'lsa, demak ko'ngil xushlikka kelmagan. Men qurollanganman. Men maxfiy josus Terrence Watts, FTBdanman. FTB Dezrovni 1 yildan beri kuzatib keladi. Tashqi doirasiga qiyinchilik bilan kirib oldim. Faqatgina mishmishlarni eshita olaman xolos. Lekin bir narsaga ishonchim komil. Shug Knightning ichki halqasida Los Angeles politsiyasi bor. U yerda mayda bezorilikdan gapirmayapman. Ofitser Geynis ham ulardan biri bo'lganmi? Ularni josus edi. Noqonuniy ishlarni amalga oshirayotganda politsiya harakatlarini kuzatib, ratsiyadan qanday foydalanishlarini tushuntirib turardi. Bu ma'lumot o'zimni xavf ostiga qo'yishimga arzimaydi. Biroq ularning biz Biggini yo'q qildik deganini eshitdim. Kevin Geynsning ham bu ishda qo'li bor edi. ...1997-yil aprel. Los Angeles politsiya tashkiloti. Muammo chiqib qoldi. Yashil jipdagi qora tanli ortimdan quvib kelyapti. Yordamingiz kerak. Qur'oni borga o'xshaydi. Qochib ketaman deb o'ylaganmiding? Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Uni yaraladim. Zudlik bilan yordam kerak. Ofitser Geynisni otganingizdan keyin nima deb o'yladingiz? Nima deb o'yladim? Yaxshi. Sizga avval hech kim to'pponcha o'qtalmaganga o'xshaydi. Nima? Sizga yuqori unvondagi odam bilan gaplashayotganingizni eslatishim shartmi? Bu yerda siz aytgan tizim yo'q. Men o'z huquqlarimni bilaman. Hozir menga oddiy fuqarodek munosabat bildiryapsiz. Men ham fuqarolik huquqimdan foydalanyapman. Uyda 2 ta bolam bor. Bir odam meni o'ldirish uchun to'pponcha o'qtaldi. Men epchilroq chiqdim. Shuning uchun xotirjamman. Detektiv Paul. Detektiv Layga va hamkasb ofitser Geynsning axloqqa zid harakatlari to'g'risidagi gumonlarni inkor qiluvchi boshqa dalilingiz bormi? Hozir hech qanaqa dalilim yo'q, leytenant. Men bilan yur.
U yerda nima deb aljirading? Ha? Geynisning noqonuniy ishlarga aralashganiga ishonchim komil. Meni umuman qiziqtirmaydi. Galombo. Biz ichki ishlar vazirligi emasmiz. Nima qilasan? Uni hibsga olasanmi? O'lgan odamni. Faktlar bu yerda jiddiy gap borligini aytdi. Quvvarlik safsatalarini yig'ishtir, Russell. Men sendan arzimas voqeani davlat fojiasiga aylantirib yubormasligini iltimos qilgandim. Layg oqlandi. Ehtimol uyda muzdekini pivo ichish uchun yo'lga chiqqandir. Tashkilotni oqlaydigan dalillar bilan kelmading. Bu bema'ni voqea to'g'risida bir og'iz ham gap eshitishni xohlamayman. Tushundingmi, detektiv? Nima qarorga kelamiz? Hiyla ishlatibsiz-da. Yo'q, men hiyla ishlatganim yo'q. Men shunday qilgan bo'lardim. Aslida siz ham shu yo'lga kirgan bo'lardingiz. Menga quloq sol. Amerikadagi detektivlar jinoiy qidiruv bo'limida ishlashni xohlaydi. Men ham shunday edim, chunki u yerning obro'si baland. U yerga yolg'on bilan joylasha olmaysan. U yerga faqatgina jinoyat ochish orqali kirib olishing mumkin. Shunaqa. 1997-yil aprel. Jinoyat qidiruv bo'limi. Salom. Parker markaziga, jinoiy qidiruv bo'limiga xush kelibsiz. Millerman, yuring, darhol ishga kirishaylik. Men esa Paul. Yangi xodimimiz keldi. Janubiy byurodan ko'tarildi. Yuring. Rahmat. Menimcha biz bir daqiqa. Janob, bu politsiya boshlig'i bo'ladi. Katta muvaffaqiyatga erishdingiz, Paul. Xo'sh, ko'rsatkichingiz qanday? Nimada? Golfdami? Yo'q, hayotda. Albatta golfda-da. Bilmayman. O'sha hujjatmi? Rahmat. Russell Paul, janubiy sohildagi to'dalar mutaxassisi. 500 dan ortiq tergov ishini muvaffaqiyat bilan yopgan. Qoyil, hozirgi kunda lavozimga ko'tarilishning iloji yo'q degandim. Ishingni yaxshi bilarkansan. Ha, janob. Janob dema. Fred yoki Miller desang bo'lgani. Bu yerda katta ishlarni ko'rib chiqamiz. Biroq o'zimizni dengizchilardek tutmasligimiz lozim. Bu Lifford, juda yaxshi detektiv. Bu esa Snow, kalta fahmroq, softbol o'ynashdan ortmaydi. Bu yerda arxivlar saqlanadi. Bu xonada esa Notorious Big jinoyati bo'yicha dalillar mavjud. Hech nimani shaxsiylashtirma. Agar shaxsiylashtirsang, hech nimaga erisha olmaysan. Tushundingmi? Politsiya ma'lumotiga ko'ra tungi 00:39 da 6 marta o'q uzildi. Los Angeles politsiyasi repchi Notorious Big qotilligi bo'yicha tergov boshladi. Voqea joyida topilgan gilzalar 9 mm Gecko modeliga tegishli. Mana, ko'rishingiz mumkin. Gecko juda kam uchraydi. Ballistik ekspertiza trayektoriyani tekshirib chiqyapti. Uellsga 4 ta o'q tekkan. Uni ikkitasi hayotiga xavf solgan. 4-inchisi o'limiga olib kelgan. Chap o'pka, jigar va yurakka tekkan. Mashina esa to'q rang edi. To'q yashil yoki qora bo'lishi mumkin. Ba'zi guvohlar Caprice modeli deyapti. Ammo ko'pchilik Chevy Impala SSA Super Sport ekanligini aytayapti. Bu surat kuzatuv kameralaridan olingan. O'sha tunga tegishli. Bitta mashina. Biri New Yorkdan, biri esa Los Angelesdan olingan 2 fotosurat. Bu suratlarni Los Angeles politsiyasi guvohlarning ko'rsatmasini olish uchun borganda chizishgan. Bundan tashqari josuslarimiz bor. Maxfiy josuslar birdaniga paydo bo'lib, bizga ma'lumot yetkazishadi. Bular xuddi kavagidan chiqayotgan sichqonlarga o'xshaydi. Xullas, yuzlab dalillarimiz, yuzlab isbotlarimiz bor. Hamkasbingizga Dezrow, Gaines va boshqa ofitserlarni o'z qaramog'iga olganini aytmadingizmi? Unda Millerni yaxshi bilmasdim. Bunga qanday munosabat bildirishini ham bilmasdim. Shuning uchun aytmadim. Unga bu haqda og'iz ochmadim. Gaines to'g'risidagi taxminlar to'g'ri bo'lsa, albatta yuzaga chiqishini bilardim. Qani bola qol kutib o'tirishga vaqt yo'q. Nega shoshasiz? Bu yerda meni nima kutayotganini bilish uchun oshiqmayapman. Yur, 1997-yil may. Boyle tepaligi. Miller!
Obbo muttaham-ey, hech nimaga erisha olmasligingni o'zing ham bilasan. Ozodlikka chiqqaning bilan tabriklay olmagandim. Qaytganing bilan tabriklayman. Mana bu so'tak kim bo'ldi? Tanish Mayk, bu detektiv Paul yaqinda keldi. Hech kim bilan emas, sen bilan tanishganiga juda xursand. Shuni qanday qilib qo'lga tushiraman? Men qayerdan bilay? Mayk, biz do'stmiz. Do'stlar bir-birini qamoqdan barvaqt ozod qiladi. Do'stlar shukni yon hujraga tiqtiradi. Ming la'nat senga. Endi bu ishga o'ralashni xohlamayman. Shundoq ham hech nimani bilmayman. Hop, yaxshi. Pol, uni qamoqqa qaytarib olib boramiz. Seriallarni yo'q. Ana o'shanda butun shahar politsiyachi do'stlarini ko'rgani kelganini bilishadi. Voy yaramas, senga bilmayman dedim. Bu ko'chalarda nima bo'layotganini bilmaysanmi? Xuddi peshonamga to'pponcha tirab tepkini o'zim bosishimni so'rayotganga o'xshaysan. Bas qil, Mayk. Kel, menga hammasini ayt. Agar gapirsang, singlingni 5 yildan keyin chiqarib yuboraman. La'natlar. Hammasini Blood to'dasi amalga oshiradi. Shugga esa hech nima qilmaydi. Shug Bedboyni muvaffaqiyatga erishishini xohlamadi. So'ng esa Big o'ldirildi. Shug uni o'ldiraylik. Biggi yovvoyi to'ng'izni o'zginasi dedi. Buni qanday uyushtirishdi? Voy so'tak, sen bilan gaplashayotganim yo'q. Men kimga aytyapman o'zi? Nima buni doskaga yozib, rejalashtirishdi deb o'ylayapsizmi? Bu juda ham maxfiy ish edi. Jimgina amalga oshirdilar. Bir iflosni yollashdi bunga. Shug yolladimi? Shug bunday tubanlik uchun og'zini ochib o'tirmaydi. U asosiy laqabali hisoblanadi. Odamlardan biri yolladi deyishdi unga. Mana shu Blood to'dasining a'zolaridan biri. Ismi Dimak. Shunday deyishdi. Dimak. Yaxshi. O'sha o'quvchigan kim? Hozir senga yana bir odamning suratini ko'rsataman. Yo'q, ko'rsatish shart emas. Soqoli yo'q. Kalta sochi bor. Rangi ham to'q qora emas. U doim bo'yinbog' va kostyumda yuradi. Ismi Amir Muhammad. Hammasini tushundim. Hali tushunganingcha yo'q. Menda rasm bor. Ismini ham bilaman. Shunisi yetadi. Mayli, unda nima bo'lishini kuzatar ekanmiz. Menga aytmagan boshqa gapingiz ham bormi? Senga juda ko'p narsani aytganim yo'q. Noma'lum manbadan bu ma'lumotlarni oldim deyman. Amir Muhammadni qo'lga olishning iloji yo'q. U ona sutidek toza. Ismi kerakmi? Ismini eshitmoqchimisan? Yarim yildan so'ng kun tartibimda nima bo'lishini bilmayman. Men Biggining qotili kim ekanligini bilaman. Stanley Kirk Burrell. Eshitdingizmi? Senga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Jack, menimcha uni tinch qo'yganing yaxshi. Bu odamning ismini tilingga olmasang, o'zingga foyda bo'ladi. Chunki qotilimiz MC Hammer. Jack, unga tega olmaysan. Ha, unga tega olmaysan. Jing jing tega olmaysan. Ha, tega olmaysan. Tushundimmi? Xo'p, mayli, mana to'xtadim. Boshqa ishing yo'qmi? Bo'pti. Sen jim bo'lsang, men ham jim bo'laman. Jim bo'laman. Seni yaxshi ko'raman, Jack. Hozir hammasini boshidan. Hammasini tushundim. Tushunmading. Jack. Bas qilsang-chi. Jack. To'pni uloqtirdi. Qo'ying. Endi maydonga 29-raqamli o'yinchimiz chiqadi. Kichkina Russell Paul. Marhamat. Ilk uloqtirishga tayyorlanyapti. Zarba. Mana buni o'yin desa bo'ladi. Barakalla. Bu home run. Birinchi zarbada to'pni mo'ljalga otdi. Bu asl o'yin.
O'g'lingiz shu ekanda. Siz bilan o'g'lim haqida gaplashmoqchi emasman. MC Hammermi? Meni laqqa tushirdingiz. Ha, hali hech kimni tushirmagandim. Shunga arzidim. Ha, arziding. Bu aniq. Uolis ishi nega siz uchun shunchalar muhim? Men adolat tarafdoriman. Bu meni maqsadim. Bobby Kennedy'ni bir gapi bor. Har bir jamiyat o'ziga loyiq jinoyatchiga ega bo'ladi. Har bir jamiyat o'ziga loyiq qonunlarni qabul qiluvchi huquqiy tashkilotga ega bo'ladi. Bir paytlar bunga ishonardim. Los Angeles politsiyasiga kelganimda bir-birimizni ofitser aka deb chaqirardik. Mana shunday tashkilotga xizmat qilishni xohlardim. Bu ishni olishimning sababi esa politsiyadagi qallob politsiyachilarni o'z ko'zim bilan ko'rmoqchi edim. Nimadan boshlay? Tergovdanmi yoki qamoqqa olinganlardanmi? Istaganingizni ayting. Bittasidan boshlayvering. To'g'ri yo'lni topa olishing uchun ikir-chikirlardan voz kechishing kerak. Yaxshisi Biggie Tupacni o'ldirish uchun pul bergani to'g'risidagi mishmishlardan boshlayman. Varney bilan uchrash uchun Vegasga ketdik. U Tupac Shakur jinoyati tergovidagi asosiy detektivlardan biri edi. Las Vegas soati bilan 16:03 da Tupac Shakur vafot etdi. 1997-yil may, Las Vegas, Nevada. 1 daqiqalik sukut saqlaylik. Mana bu yerda janjal boshlangan. Kaltak yeyotgan yigitning ismi Orlando Anderson. Tupac ham shu atrofda bo'lgan. Mana bu tepkilayotgan odamga e'tibor bering. Ana, tepishiga qarang. Mana Tupac va Suge Knight hovliqib qochib ketishyapti. Suge Knight shartli ozodlik qoidalarini buzgani uchun qamoqqa qaytdi. 2 soatdan so'ng esa Tupacni mashinada otib ketishdi. O'sha odamlarni Christopher Wallace yollashi mumkinligini taxmin qilib ko'rmadingizmi? Quloq soling, Biggie Tupacni o'ldirgan degan taxmin bema'nilikni o'zginasi. Dunyodagi eng mashhur repchi 200 kilo, bo'yi deyarli 2 metr bo'ladi. Uni hech bir kamera ko'zdan qochirishi mumkin emas, tushunyapsizmi? Yo'q, Wallace'ni unutish lozim. Biggie Tupacni o'ldirtirmaganmi? Yo'q, u o'ldirmagan. Bilasanmi, ba'zan yovuz odamlar o'z jinoyatlarini boshqalar amalga oshirgandek hikoya qilib berishadi. Tuman pardasi matbuotni ko'zini ko'r qiladigan darajada yoyilgandan so'ng yong'in sodir bo'ladi. Biggie o'lganda nima qildingiz? Biz qidiruvda davom etdik. Bu hodisadan so'ng Shugni so'roq qilganingizda u nima dedi? Aytish qiyin. Bizga yordam bermadi. Hech kim yordam bermadi. Vegas Tupac ishini ochishimizni xohlamasligi aniq. Mashinalar ijarada, barlar ochiq, tungi klub ishlaydi. Bu sirk Los Angelesda qolaversin dedilar. Tushunyapsizmi? Qanday qilib? Jinoiy ishni o'qidingizmi? Ha. Birinchi sahifadagi guvohlar qasamyod qilib bergan ko'rsatmalari bilan keyingi sahifadagi guvohlarning ko'rsatmalariga to'g'ri kelmayapti. Shubhali shaxslarni sudga olib chiqamiz. Advokatlar esa og'zimizni ochishga ham yo'l qo'ymayapti. Xuddi OJ sudidan keyingi Los Angeles tashkilot xodimlaridek. Menga qara. Toshingni ter, xo'pmi? Tushunmadim. Meni yaxshi tushunding. Sochini silliqlagan tentak. Hazillashyapsanmi? O'sha Los Angeles tashkilotidagilarning popiga pasayib bo'lgan. Chunki Rodney King ishidan so'ng shu baxtga muyassar bo'lgan jinoyatchilarni ayblashga jur'atlari yetardi. Shu tufayli Kokan ularni barini irqchi deb atadi. Fyormanning kasetasi haqida hamma xabar topdi. Men rostgo'y odamlar haqida gapiryapman. Ular o'z ishini vijdon bilan bajargani uchun haydab solindi. Gapimni tushunyapsanmi, qovoq miya? Politsiyachilarni tanqid qilyapsanmi? Sen hech qachon ular qahva ichayotganida bajargan ishlarini uddalay olmaysan. Aytgancha, Fyormanga tupurganim bor. Uni nega eslatasan? Bunday shaharga ham tupurdim. Buni gapirish osonda, ha? La'natlar.
Tizim ularni chetga chiqarib yuborsa ham politsiyachilar o'z boshliqlariga sodiq bo'ladi. Bu o'yinning maqsadi g'alaba qozonish xolos. Shu sababli biz doim jipslashib, g'alaba uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Tushunarlimi? Sen ham xuddi shunday qilishing kerak. FTB allaqachon Dias Row'ni ichiga kirib olibdi. Ichki halqada Los Angeles tashkilotidan ofitserlar bor. Bu xodimlar Shugnakka xizmat qiladi. Ofitser Gaines Biggi qotilligida qatnashganiga ishonchim komil. Menga hammasini aytib ber. 00:30 da Wallace muzeydan chiqadi va 3 mashinadan biriga o'tiradi. Bu mashina Suburban edi. Haydovchisi Greg Young, laqabi Jimani. Xo'sh. Birinchi mashinaga esa Inglewood politsiyasi josusi bo'lgan Reginald Blaylock o'tiradi. U mashinani haydab Fairfax yo'lini yopib qo'yadi. Okay. Now, biggest security, Eugene Deal, walks to the garage exit. Okay. Tushundingizmi? Biggi tansoqchisi A.G. Dial avtopark tomonga yaqinlashayotganda moviy kostyum, qo'ynida kapalak bo'yinbog' bo'lgan shubhali yigitni ko'radi. Dial unga to'pponchasini ko'rsatadi. Yigit ketadi. Dial o'shanda boshqa guvohlar kabi qora sedanni Fairfax janubiga ketganini ko'radi. Ha. U oq mashina oldida to'xtaydi. Ana o'shanda u yerdan hodisani suratga olish mumkin. Tushunarli. Dial ikkinchi mashinaga o'tiradi. Uzr, Kenneth Story rulda edi. Buffy yo'lovchi o'rindig'iga o'tiradi. So'ng burilishda to'xtaydi. Biggining mashinasi ham ularni ortida to'xtaydi. To'g'rimi? Ha. Xo'sh. Ko'chada taxminan 15 kishi bor. Ularning bari muzeydan chiqqan. DJ Quick, Carps va ismi nima edi? Foxy Brown. Ha, Foxy Brown. Biggining mashinasi garaj chiqishida qolib ketgandi. Muxlisiga dastxat beradi, so'ng esa yoniga kelgan ayol bilan suhbatlashadi. Xo'p, 00:49 da Buffyning mashinasi Fairfaxning shimoliga qarab siljiydi. A.G. Dial Wallace'ni tansoqchilar boshlig'i Kenneth Story'ga svetoforda to'xtamasligini aytadi. Tushuntira oldimmi? Buffyning mashinasi sariqdan o'tishga ulgurib, vilcherga buriladi. Lekin Biggining mashinasi qizilda to'xtaydi. Mana shu qatorda. Qizil chiroqda to'xtashi bilan oq rangli mashina Biggining mashinasiga parallel holda to'xtab, uni yo'lini to'sadi. Ana shunda qora sedandagi mergan Chevy Impala SS'ni aytyapsanmi? Ha. Fairfax shimoliga yuradi va Biggining mashinasini o'ng tomoniga turadi. Uni qopqonga tushirib 6 marta o'q uzadi. Biz telefonlarni tekshirdik, foydasi bo'lmadi. Hech nima topa olmadik. Xullas, yo yollanma qotil omadli edi yoki bilmayman. Balki rejani boshqacha tuzishgandir. Ofitser Gaines yoki boshqa xodim ogohlantirgan bo'lsa, telefon olib bormagan bo'lishlari mumkin. Ha. Ularda nima bo'lishi mumkin, Miller? Ratsiyalar. Miller politsiya xodimlari to'g'risidagi taxminlaringizga ishondimi? Ha, ishondi. Atigi bir kecha. Bugun politsiya ofitseri Kevin Gainesning oilasi advokat Johnny Cokan hamrohligida Los Angeles shahridan $25 million tovon puli talab qildi. Kevin Gaines 9-martda Muttaham Cokanni qo'lga olishibdi. advokat Los Angeles politsiya tashkilotiga qarshi bo'lgan sudda bir necha marta g'alaba qozongan. Men umrimda bunday murakkab ish ko'rmaganman. Miller esa ko'pni ko'rib qo'ygandi.
Men faqat yomon odamlarni politsiyachi bo'lishlari mumkinligini ko'rgandim. Miller esa faqat oq tanli politsiyachilar, qora tanli politsiyachilarni ayblaganimizni ko'rgandi. Jonli efirda qayoqvolda ko'rinishimizni va Kokranni OJ ishidagi kabi ish hayotimizni barbod qilishni tasavvur qilib bo'lgandi. Yoqdimi? Shuncha mashina ichidan mana shuni tanladingizmi? Qobig'ini ochib, motori ustida ishlamoqchiman. Oho! Nima? Zo'ra? Juda zo'r-ku. Rahmat. Men Karni Asadani buyurtma qilsam-chi, tayyorlanishga uzoq vaqt ketadi. Gaplashib olishga vaqtimiz bo'ladi. Nima deysan? Oh, mayli. Men ham o'zimga Karni Asada taomini buyuraman. 2 porsiya olib keling, rahmat. Nima deb o'ylaysiz? Miller nimani ko'zlab qo'ygandi? Menimcha nafaqaga tinchgina chiqishni. Barcha politsiyachilar Geynsni xoinligini bilardi. Kokran oilasini tomoniga o'tishi bilan Miller Nyu-Yorkka mensiz ketganini bilaman xolos. Qaytganida esa Biggi to'g'risida gaplashishni xohlamasligini aytdi. Taxminlarimni noto'g'riligini ham, ishonchli dalil yoki gumondor topilmaguncha ishni to'xtatish kerakligini ta'kidladi. To'da a'zolardan birimi? Ha. Uni topdik. Dimak. 1997-yil noyabr. Janubiy markaz, Los-Anjeles. O'zim uchun depozit qutisi ochtirmoqchi edim. Albatta, mana bu ma'lumotnomani to'ldiring. Eshikni och. Bo'lmasa o'lasan, tushundingmi? Qani qimirla. Sekin, ana shunday, yaxshi, yaxshi. Shoshilma. Hamma yerga yotsin. Darhol. Menga qaramang. Hech kim qaramasin. Bo'ling. Hamma yerga yotsin deyapman. Qaytarib o'tirmayman. La'natlar, yerga yotlaring. Menga darhol pullarni olib kel. Qani tezroq. Hech kim qimirlamasin. Bo'la qol. Buni ol. Bo'la qol. Joyingizdan qimirlamang. Shunda hech kimga zarar yetmaydi. Qani tezroq qimirla jonidan bo'l. Qani qimirla, bo'l. Salom, men maxsus agent Banton, FTBdanman. Bizni yolg'iz qoldiring. Iltimos. Ayolga qo'l ko'targan erkak emas, hayvonning o'zginasi. Biroq zukko ekan. Odatda siznikiga o'xshagan kichik banklarda $50,000 bo'lardi. Ammo bugun sizda 15 marotaba ko'proq pul bor edi. Bu pulni kim so'ragan edi? Siz ekansiz. Bayram oldi bunday mablag'ni so'rashlari tabiiy hol. Shunday bo'ladi. Ha, albatta, sizga ishonaman. Sizga kim bilan gaplashishim kerakligini aytaymi? Kassa kalitlarini olib yuruvchi odam bilan. Hech nimani bilmayman. Qamoqdan chiqqaningizda ancha keksayib, beringiz bukchaygan bo'ladi. Agar u bilan gaplashib,
Pulni qaytarishga ko'ndirsamchi? Shundan keyin ham meni qamoqqa olasizmi? Kim? Faqat menga rostini ayting. Kim haqida aytyapsiz? Sevgilimni aytyapman. Menga ismini ayting. Selling crack in the system. When I was young, let me tell you how it was where I come from. When I was young, let me tell you how it was where I come from. Run up and get popped with the pop gun. I was selling rocks on 6-1, mix one, bust on the nigga. Qani yuring. Tez. Politsiya! Menga qara. Qurolingni tashla. Qayta takrorlayman. Hozirroq to'pponchangni yerga qo'y. Sekin. Sekinroq. Juda yaxshi. Very good. O'giril dedim. Hech nima yo'q. Qo'lingni tort, iflos. Kim bilan o'chakishayotganingni bilasanmi o'zi? Qahva ichasanmi? Qora va chiqini bo'lsin. Xuddi senga o'xshab qoravoy. Ha. Sen qora emassan, ofitser Mak. Yoki seni Dimak deb chaqiraymi? Biz seni asosiy faoliyating bank o'marish bilan cheklanmasligini juda ham yaxshi bilamiz. Uyingda juda ham qiziq narsalarni topdik. 9 millimetrlik giko o'qlari kamyob topiladi. Dezrov medali. Bitta Impala. Yana nima ishlarga aralashansan? Bas qil. Sen ham o'sha vaysa qizanchilardanmisan? Hozir kishanda o'tirgan men emasman. Oregon universitetini tamomlagan ekansan. Oliy ma'lumotli bo'lgansan. Agar hali ham o'zingni zo'ravondek tutib, kalla kesarlar iborasidan foydalanishda davom etmoqchi bo'lsang, o'zing bilasan. Marhamat. Xo'p, janob. Maxsus agent. Nimadan boshlay? Dezrovdan. Hech nimani bilmayman. Menga qara. Agar biz bilan hamkorlik qilib, pulni joyini aytmasang, 15 yil 15 yilmi?
Zanji. Chindan ishondingmi? 15 yil emish. Bu safsatalaringga laqqa tushim kerakmi, ha? Bulat a'zoligiga 15 yil berishadimi? Meni nimamga 15 yil berishadi? Men Payru to'dasidanman. Menga o'xshagan zanji 15 yil hujrada nima qiladi, ha? Zanjilar bir umr yotadi. Ularni o'zim qamoqqa jo'natganman. 20 yilga ko'taraylik. Demak, va Kevin Gainsni Diaz Row bilan aloqasi bor edi. Demak, Biggi jinoyatida ham qo'llari bo'lgan. Ikkoviga ham tegib bo'lmasdi. Nega? Chunki ikkovi ham politsiyachi edi. Makning mashinasidan barmoq izi ola olmaymiz. Bunga atigi 1 soat ketadi. 1 soat. Bemavrid kelding. Hozir qo'limiz juda qisqa. Christopher Wallsdan kelajakda olinadigan daromad 1 milliondan ortiq bo'lardi. Demak, politsiyachilar va Biggi jinoyati o'rtasidagi aloqani isbotlay olar ekanmizda. So'ng Wallis oilasi sudga berish mumkin. Bu faqatgina tashkilotni sharmanda qilmaydi, balki uni butun shaharni rasvo qiladi. Bir 1998-yil yanvar, Compton. Mana ol. Rahmat. Bitta gapni necha marta takrorlashim kerak, Yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritdik. Qotillik 1 yil avval sodir bo'ldi. Bir nechta olifta bir-birini o'ldirdi. Buni nima qizig'i bor? Agar marhum Gard Brooks bo'lganida favqulodda holat e'lon qilgan bo'lardingiz. Senga bir savolim bor. Hozir ko'rasan. Mana bu odamni taniysanmi? Hozir. Shoshmang, hozir. Ha, buni bilaman. Hoy, Biggi! Biggi! Bu muttaham o'sha kuni Biggining yonida edi. Uni ko'rdim. O'sha yerdagi qo'riqchilardan biri edi. Biggi chiqyapti. Ha, qo'llarida ratsiya bor edi. Belshar, men Jacksonman. Los Angeles tashkilotidagi serjant Mike Resni topa olasanmi? Undan senga Christopher Wallis qotilligi bo'yicha hujjatlarni berishini so'ra. Sen hujjatni so'raganmiding? Ular 40 quti chiqindini berishdi. Ichida 90 dan oshiq hujjat bor. Oling. Meni vazifam tugadi. Qolganini o'zingiz tekshiring. Kennedy, har bir jamiyat o'ziga loyiq jinoyatchiga ega bo'ladi degan. Ammo yangiliklar yashirish kerak bo'lgan narsalarni yashiradi. Kelly Jamerson yodingizdami? Uning nima aloqasi bor? Hozir bilasan. 1995-yil 15-mart. Miracle Mile. U Crips to'dasi a'zosi bo'lib, Diaz Row'ni bazmiga borgandi. So'ng o'z to'dasini ishorasini ko'rsatganda, shu kuni odamlari uni ta'zirini berib qo'ymoqchi bo'ldilar. Uni do'pposlab o'ldirdilar. Bu esa Kylie Jamerson ishi. Biroq ichi bo'sh. Ular hodisani yopti qilib yuborishgan. Ismi ham yo'q. O'sha yerda yigitni o'limini tomosha qilayotgan soqchilar esa Los Angeles tashkilotining sobiq politsiyachilari edi. Jameson ishini yo'q qilishgan bo'lsa, bu tashkilotdagilarning Dezrow foydasiga ishlayotganini axir isbotlaydi. Qayoqqa? Bir narsani tekshirib ko'rishim kerak. To'xta, qayerga ketmoqchisan? Shuncha narsani nega olib kelding? Menga xushmuomalalik bilan gapir. Xushmuomalalik bilan deydimi? Tushunmadim. Xo'sh, men uni otasiman dedi.
Edvard, ajoyibsan-da. Kechirasizlar. Yo'q, siz bilan emas. Kapitan bilan gaplashgani keldim. Ba'zi savollarimga javob bera olasizmi? Fazl bu Jack, Jack bu Fazl. Tanishinglar. Men Wallace jinoyati hujjatini ko'rib chiqdim. Nima uchun tashkilot va Desrow shirkati o'rtasidagi aloqani isbotlovchi bo'limlarni o'chirib tashladingiz? Bu ish yopilmagan. Shuning uchun javob bera olmayman. Yopilmagan ishding? Ha. Qoyil. Shubhalilar bormi? Bir gapni qaytarishni yoqtirmayman. Biroq yopilmagan ish haqida izoh berishim mumkin emas. Nimasini tushunmadingiz? Jackson Paul bilan vaqt o'tkazdi. Russell Paul bilan. Ha, Paul bilanmi? Ana endi tushundim. Quloq soling. Paul tashkilotni qanday sharmanda qilgan bo'lsa, siz Edvardni shunday sharmanda qilyapsiz. Qani taxmin qilib ko'raychi? Kevin Gaines David Makning Impalasini hodisa joyiga olib bordi va birgalikda qotillikni sodir etishdi. Shundaymi? Sizga 2 yosh yigitning o'limi kulgili tuyulyaptimi, ha? Yo'q, albatta. Siz kulgilisiz. Bu ishni ocha oladigan odam bilan gaplashdim deb o'ylaganingiz g'aroyib. Qiziqroq ma'lumot eshitmoqchi bo'lsangiz, hoziroq diktafonni o'chiring. Olib qo'ying, iltimos. Xo'p, uni o'chirsangiz gapirishim mumkin. Buni yozib bo'lmaydi. Ishonchim komil. Paul Wardell Faust haqida sizga hech nima demagan. U Blood to'dasidan edi. Shu Knight Biggini o'ldirish uchun unga pul berdi. Paul bu haqida aytdimi? Uni topamiz. Belkurakni ham unutmang. Chunki u odam 2003-yilda o'ldirildi. Quloq soling, Jack. Sizga maslahatim shu. Paul betob hisoblanadi. Aqldan ozib qolgan. Agar u yulduzli, nishonga ega kapitan Amerika to'g'risidagi cho'pchagini ayta boshlagan bo'lsa, undan qanday haydalganini so'rang. Uni sharmanda qilishdi. Chunki u yolg'onchining o'zginasi. Wallace oilasining shikoyati faqat uning nazariyasiga tayangan edi. Biroq bari bekor ketdi. U tanqolikda bir xonada qamalib yashayapti. Unga gap sotish uchun sizga o'xshagan odamlar kerak. Chunki nimani eshitgisi kelsa, faqat shuni aytadi. Biroq menga qarang, yolg'on faktlarni yoyish kasbingiz hisoblanadi. Shundaymi, Jackson? Xo'sh, gapiring. Bilasizmi, sizga aytadigan boshqa gapim yo'q. Chunki bu yerga kechki ovqat uchun kelganmiz. Endi ijozatingiz bilan. Rahmat sizga. Arzimaydi. Tavba, bu seni hamkasbingmi? Nima yesini yeb qo'yganmi? Nega o'tirishga ruxsat berding? Ke, Menga Wardell Faust haqida aytib bering. Faustmi? Endi bu cho'pchakka ishondingmi? Uni laqabi Pucci edi. Tashkilotning asosiy shubhalaridan edi. Bu haqida bilarmidingiz? Men detektivman. Detektiv isbotini topmaguncha hech nimani bilmaydi. Yo'lidan ozgan politsiyachilar haqida gapirdingiz. O'zingiz-chi ras. Menga ishdan haydalganingiz haqida hech nima demadingiz. Yo'q, senga bir gap aytaman. Los Angeles tashkiloti nimaga qodir ekanligini bilmaysan. Bo'ldi. Endi og'zingizdan chiqqan gapga qanday ishonay? Atrofingga qara. Hammasini men oldim. Tavsiyanomalarim bor. Shuning uchun o'g'lingiz siz bilan gaplashmaydi. Chunki ishingiz undan afzalroq. Yo'qol bu yerdan. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club sipping Moet is where you find me. Back of the club sipping Moet is where you find me. Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Derazangizni oching. Guvohnomangizni ko'rsating. Nima gap? Guvohnomangizni ko'rsating. Bu qanday bema'nilik? Janob, meni telefonda suratga olyapsizmi? Nima deb o'ylaysiz? Telefoningizni o'chiring. Men jurnalistman. Mamlakatda ozod so'z huquqi bor. Hech nimani o'chirmayman. Men huquqlarimni bilaman. Qani to'sh mashinadan. Bu nima qilganingiz? Tushmayman. Mashinadan to'sh bol. Ortiqcha harakat qila ko'rma. Mashinadan tush dedim. Odamlar, bu yoqqa qarang. Men hech qanday xato qilganim yo'q. Navkaral,
Bu menman. Hozir markaziy qamoqxonadaman. La'nat. Jack. Jack. Aytish og'ir, lekin Edward seni Big ishidan uzoqlashtirdi. Bu faktorlar Bir og'iz gapim bor. 20 yillik ish sizga topshirilsa-yu, u yerda menga joy yo'qmi? senga ishonib bo'lmasligini aytishdi. Kim? Politsiya. Albatta qarshi bo'lishadi-da. Chunki bu ishni ular ham ocha olmadi. Bilib qo'y, bu ishdan uzoqlashishimiz kerak. Siz detektiv Millermisiz? Siz kimsiz? 1997 martda Christopher Wallace ishi tergovini siz olganmisiz? Advokatmisiz yoki politsiyachi? Men jurnalistman. Undan ham yomon. Hozir nafaqadaman. Hech nimani eslolmayman. Gumondorlar ko'p edi. Taxminlar ham ko'p. Amir Muhammad ulardan birimidi? Janob. Amir Muhammad gumondorlardan biri edi. Lekin uni tergov qilmadik. Nega? Har kimning o'z taxmini, nazariyasi bor edi. Hamkasbim o'z taxminlari bo'lgani uchun shu ishni olmoqchi edi. Yaxshi detektiv bo'lganmi? Yaxshi hamkasbmidi? Russell Paul eng yaxshi detektivlardan edi. Yosh bo'lishiga qaramay, mendan ham kuchli, zehnli edi. Rostgo'y edi, ammo faqat tajribasi bo'lmagan. Ishga kelganda buyruqqa bo'ysunmay, e'tiroz bildira boshladi. Politsiyachilar qonunga rioya qilmasa, oddiy odamlardan nimani kutamiz? Bu ham unga tegishli gap. Uni tanimaysizmi? Yo'q. Bu ishda jamiyat bilan o'rtanga masofa qo'yishing lozim. Biroq Paul bunday qila olmadi. Unga nima bo'lganini bilasizmi? Bilmayman. Bizni ajratib yuborishdi. Bitta muttaham politsiyachi bor edi. Ismini eslay olmayman. Bankni o'marardi. Bankni. Taxminga ko'ra, Diaz Rowga xizmat qilgan. Hatto Bigi jinoyatida qo'li bor edi. Shuning uchun komandirlarimiz Polni ushbu tergovga rahbar etib tayinladilar. Nima? Demak, Paul bu operativ guruhning rahbari bo'lganmi? Ha, ismini esladim. David Mack. Ha. Rahmat sizga. Minnatdorman. Arzimaydi. Yana bir narsa. Meni doim David Mack xavotirga solib kelgan. Shuncha yil qamoqda yotganida uni ko'rgani faqat bitta odam keldi. Amir Muhammad. Sizga savolim bor. Nima uchun Los Angeles politsiyasi ishdan haydalgan detektivning qo'l ostiga operativ guruhni topshiradi? Bu yerga kirish mumkin emas. Biz demokratik mamlakatda yashaymiz. Unda narigi jamoaga ishqibozlik qil. O'rta miyonagami? Yo'q. Golgachi? Albatta.
Janoblar, quloq soling. Operativ guruh o'z yo'nalishini o'zgartiradi. Ras yangi ishga keldi. Buni sen olasan. Bizda hozir ish bor-ku. Gaplashib olaylik. Dezrovni tinch qo'y. Dalil xonasida kokain sotishyapti. Bitta politsiyachi har kuni mol olib ketadi. Uni ko'chada sotayotgan bo'lishi mumkin. Bu shubhali shaxs Frank Layga bo'lishi mumkin. Meni mayna qilyapsizmi? Meni ta'tilga chiqarib yuborishdi. Men dalillar xonasiga borib o'z ismimni yozaman u 2,5 kilogramm kokain olib ketamanmi? Bunga o'zingiz ishonasizmi? Unga ishondingizmi? Ha. Albatta ishondim. Geynsning ishi tashkilotda irqchilik bo'yicha parchalanishga olib keldi. Mana oling. Mendan hujjat so'ramaysizmi? Bu yerni o'marmasligingizni bilamiz. Dalillar bo'limi ishga loqaydlik bilan yondashayotgandi. Detektiv Laygani tuzoqqa tushirish uchun undan qulayroq nishon yo'q edi. Detektiv. Sumkangiz yodingizdan chiqdi. Disneylandga qaytishim kerak. Nima? Kimga ishonishni bilmay, eng katta rahbarning yoniga bordim. Janob, Bu yerdan ket, Pol. bu haqida bilishingiz lozim. Bu tashkilotda jinoyatchilar ko'p. Sizga Kristofer Uolsni kim o'ldirganini ayta olmayman, chunki ishimni to'liq bajarishimga yo'l qo'yishmayapti. Qaysi tomonga burilsam yo'limni to'sishyapti. Negaligini bilasizmi? Chunki men politsiyachilardan shubhalanyapman. Barchamiz nima bo'lishidan qat'iy nazar qonunni himoya qilamiz deb qasamyod qildik. Menimcha, biz Kristofer Uolsni onasi va oilasi oldida qarzdormiz. Pol. Haddingdan oshib ketding. Senga 100 marta aytdim. Uolis ishidan uzoqlashtirilding. Bu ishga aralashma. Tushundingmi? So'ng okrug prokurori yoniga bordim va Los Angeles politsiyasi ustidan shikoyat qildim. Tashkilot sxemasi. Sening joying mana bu yerda. Umringda hech shunday ishing bo'lganmi? Uni himoya qilasan, sendan tortib olmasliklari uchun mahkam yopishasan. Keyin titrab turasan, titrab. Hayronman. Yo'q. Hammasi o'tib ketdi. Ancha vaqt o'tdi. Peterson muzeyi yoniga zudlik bilan tez yordam yuboring. Bir odamni otib ketishdi. Shubhali shaxslar qochib ketdi. Wilshire maydoniga zudlik bilan yuboring, tezroq. Jasrowda 3 ta politsiyachi bor edi. Mana, Mak bilan bir vaqtda ishlagan politsiyachilarning ro'yxati. Hammasini surishtirdingiz. Keragi bo'lmadi. Bankni o'margandan 2 kun o'tgach, Las Vegasda Mak bilan birga $25,000 sochgan ovsar politsiyachi bor edi. Rafael Perez. Tashkilot meni kokain o'g'risi deb Laygani kuzatishga majbur qildi. Kokainni kim o'g'irlaganini bilasanmi?
Kyle Perez. Uning ismi menga tanish tuyulyapti. Chunki uni men mashhur qildim. Yer bulvari 4365 da oilaviy zo'ravonlik sodir bo'lmoqda. Kim shug'ullanadi? Tushunarli. Biz boryapmiz. Ofitser Perez gapiryapti. Ko'chada shubhali harakat kuzatilyapti. Men Sharqiy Sezar va Chavez bulvari 10-10daman. Qo'y, chirog'ingni o'chir. O'zingni bos. O'zingni bos. Nima bo'ldi? Molni olib keldingmi? Boshqa tarqatuvchi topdim. Seni deb shu yoqqa keldim. Meni mensimayapsanmi? Yo'q. Seni xalos qilmoqchiman. Diqqat, ofitser yaralandi. Diqqat. Ofitser Perez o'quzi. Takrorlayman. Jinoyatchi Perez. Darhol tez yordam mashinasini yuboring. Tushunarli. Hozir yordam yuboriladi. 16:38. Ofitser Perez. Qo'lingni ko'tar. Shubhali shaxs politsiya ofitseri. Asta-sekin chapga burilib, men aytmaguncha to'xtama. Diqqat. Nima qilmoqchisan? Meni o'ldirasanmi? Po'lat nimchang bormi? Yo'q, hali sen. Yerga yot. Qimirlama. Tushunarsan. Yerga. Iflos Yot. meni yaralab qo'yding. Oyoqlaringni uzat. Bo'la qol. Senga oyog'ingni uzat dedim. Qo'lingni ko'tar. Ko'tar dedim. Ko'tar. Iflos. Tez yordam chaqirdim, hozir kelib qoladi. Qo'rqma. Tushunarsan. Qimirlama. Bo'lmasa otib tashlayman. Politsiya xodimini otasanmi? Ha? Sen politsiyachi emassan. Sen qonun himoyachisi emassan. Nima? Meni sog'indingmi? Oyog'ing yaxshimi? Kim bezorilarga xizmat qilish uchun o'z kasbini tashlab ketadi? Politsiya tashkilotini aytyapsanmi? Nima ko'rmasan? Tartib degan narsa yo'q. Inson tabiatidan ustun keluvchi qonun yo'q. Erkaklar ikki narsani sevadi. Biri kuch, biri ayol. Shugda esa ikkisi ham bor va odamlarni ta'minlab turadi. Shuning uchun ham unda eng muhim guvohlar bor. U dunyodagi osoyishtalikni politsiyachilar ta'minlashini va politsiyachilar ham inson ekanligini juda ham yaxshi biladi. Bilib qo'y. Qolganini menga qo'yib bering, detektiv. Xo'p bo'ladi. O'g'lim, bezori bo'lmoqchimisan? Biz har kuni o'lim bilan yuzma-yuz kelamiz. Xo'sh, seningcha bizni o'limdan nima saqlaydi? Formamiz. İnsanlar bunga ishonadi. Ammo Los Angeles tashkiloti insonlarning ishonchini yo'qotish uchun barcha qabih ishlarga qo'l urdi. Politsiya o'zini eplolmasligiga guvoh bo'lishdi.
Sen bo'limdagi yana bir tirraqi buzoq bo'lishingga yo'l qo'ymayman. Men ham formamizga, qasamyodimizga ishongandim. Los Angeles xalqini himoya qilishga, ularga xizmat qilishga ont ichgandim. 1994-yilda Los Angeles Rampart bo'limiga ishga kirdim. Politsiya ofitseri sifatida talonchilik, giyohvand moddasi olib sotarligi va jinoyat ishlariga aralashdingizmi? Ha. Tashkilotdagi boshqa ofitserlar ham bu ishga aralashganmidi? Ha. Tashkilotdagi xodimlar ham shu ishonch bilan yashashiga ishondim. Barchasi rost. Tashkilot ichiga kirib olgan jinoiy to'daga xizmat qilardik. Bu haqiqat. Bu to'dani nomi nima edi? Perez tashkilotda sodir bo'lgan jinoyatlarni tan oladi deb umid qilgandim. Atigi ikkita so'zni aytsa bas edi. Diaz Row. Rampart. Adashibman. Tanaffus e'lon qilamiz. Demak, Rampartning tashkilotning eng katta sharmandaligi bo'lgan 70 politsiyachi sudlangan hodisaning yolg'ondan iborat ekanligini aytmoqchimisiz? Janob Avando, sizdan uzr so'rayman. Qilmishimdan afsusdaman. Kechiring. Uni safsatalari barcha mehnatlarimni chippakka chiqardi. Ayniqsa Christopher Walls ishini barbod qildi. Ofitser Gainesni Walls o'limiga va Diaz Rowga aloqasi bor edi. Menga esa bunga aralashmasligimni aytishdi. Ofitser Perez va ofitser Mac Diaz Rowga xizmat qilardi. Lekin bu ishga aralashishim taqiqlandi. Biroq qo'limda yana bir imkoniyat bor edi. Gainesni oilasi Layga va tashkilot ustidan shikoyat qildi. Detektiv Laygani himoya qilishda asosiy guvoh edim. Gaines Rampart a'zolaridan edi. Bundan tashqari, ikki ofitser, David Mack va Rafael Perezni guvohi edi. Mana shu 3 ofitserni Christopher Walls o'limida qo'li borligiga, bu ishni yashirishda javobgar ekanligiga ishonchim komil. Bu juda qaltis mavzu hisoblanadi, detektiv. Bu kabi jinoyatlar faqatgina politsiya bu ishni ochishni xohlamaganida sirligicha qolishi mumkin. Bu ishni o'z zimmamga ola olmayman. Yodingizda bo'lsin. Agar Kokan sizga imkon bersa, undan foydalanib qoling. Sud kuni yetib keldi. 1999-yil may, Sharqiy Los Angeles. Sud kuni. Taxminimiz Los Angeles politsiyachilari Walls jinoyatini amalga oshirganlari to'g'risida edi. Buni jamiyatga bildirmoqchi edik. Faqat uni sudga chiqishiga yo'l qo'ymadilar. Ular bilan kelishdingmi? Jamoam jinoyatchilar bilan kelishdimi? Barchangiz qo'g'irchoqsiz. Men sudga borishni xohlagandim. Chunki bu meni hayotim. Hokimiyat ofisi, 262 arxiv. Jack soat 5 bo'ldi. Farro soat 6da chiqib ketishimiz kerakligini aytdi. Bu yerda nimalar qilyapmiz o'zi? Nimadir topdingmi? Guvohlar qorasidan ko'rishibdi. Biroq guvohlarni ko'pchiligi Chevy Impala SS deb o'ylayapti. Nima qidirayotganimizni tushunmayapman. O'zim ham bilmayman. Yaxshi, unda ishimiz tugadimi? Ha. Biz haqiqat haqida gapiryapmiz. Biroq politsiyachilar ichida xoinlarni, ikki yuzlamachilarni, yolg'onchilarni ko'p ko'rganman. Onam menga haqiqatni o'rgatdi. Haqiqat sherga o'xshaydi. Bilasizmi, onamning bir gapi yodimdan chiqmaydi. U faqat va faqat haqiqatni so'zla, chunki qalbida yovuzlikni yashirib yurganlar
o'z yomonliklaridan voz kechmaydi derdi. Salom, Jack. Wallace xonim, bu Jack, bu Wallace xonim. Salom. Kimligingizni bilaman, xonim. 20 yil avval o'g'lingizni yolg'on gaplar bilan ayblagandim. Xo'sh. Xato qilibman. O'z aybini tan olish uchun ham mardlik kerak. Siz betakror ayolsiz. O'tirishiga qarshi emasmisiz? Marhamat. Jack, o'tir. U menga ko'p yordam berdi. Shu ishdami? Ha. Munosabatingiz yaxshi ekanligini bilmas ekanman. Nega endi? Haligi uning nazariyasiga tayangan holda sudga ariza bergandingiz. So'ng mag'lub bo'ldingiz. Yo'q, biz mag'lub bo'lmadik. Uni bekor qildilar. Buni farqi bor. Federal sud tashkiloti Mak va Peresni Kristofer jinoyatida qo'li borligi to'g'risidagi dalilni yashirgani uchun aybdor deb topdi. So'ng esa bu qarorni bekor qilishdi. Politsiya bu ishni qaytadan ko'rib chiqishni talab qildi, chunki tergov davom etsa, barcha dalillar ham befoyda bo'lardi. Biz ham tashkilotni sudga bera olmaymiz, chunki ish hali ham yopilmagan. Men dalil topganga o'xshayman. Bu Makning Impalasini qidiruvga berish to'g'risidagi qaror. Siz ishdan uzoqlashtirilgach chiqarilibdi. Sizni tashkilotdan quvganlarida nazariyangiz asossiz ekanligini ta'kidladilar. So'nggisi uning nazariyasidan o'zlari foydalanishibdi. Wallace xonim, bu hodisa siz uchun uzoq va ayanchli jarayon bo'ldi. Bu azoblarga duchor bo'lganingiz uchun uzr so'rayman. Siz kechirim so'raydigan ish qilmadingiz. Siz tufayli shuncha yo'lni bosib o'tdim. Qo'lingni ko'tar, boshingga qo'y. Mana shu bir odamni noto'g'ri joyda bemavrid bo'lishi deb. Siz uchun inson hayotini zarracha ahamiyati yo'q. Bizni mana shu yerda o'ldirib yuborishga haqqingiz bor. Shundaymi? To'g'ri topding. Nima uchun? Terimni rangi boshqacha bo'lgani uchun. Yerga yot. Meni eshityapsanmi, hayvon? Qani, yur. Sirena ovozi avvallari hamkasblarimni yordamga kelayotganini bildirardi. Men uchun eng yoqimli ovozlardan biri edi. Nafaqaga chiqqanimga 2 hafta bo'lgandi. Yechimni topa olmagan ishim tufayli oilamdan ayrildim. Bu men uchun og'ir zarba bo'ldi. Juda og'ir zarba. Raqamli o'yinchi maydonda. Nimaga qodirligiga hozir birgalikda guvoh bo'lamiz. 3-urinishda marraga tekkizdi. Qo'yin. 2 o'yinchi o'yindan chiqib ketdi. Darvozabonlar o'z joyini egalladi. Xo'sh, ko'ramiz. Endi nima bo'larkan? Ha, tomoshabinlarning hayqirig'ini eshityapman. Ular o'yinchilarni qo'llab-quvvatlashmoqda. Top maydonning oxiriga qarab ketyapti. Qani shovvozlar bo'sh kelmang.
Rost. Javob bersang-chi, iltimos. Men politsiyaga kelganimda siz shu yerda ishlardingiz. Sizni muxlisingiz edim. Minnatdorman. Russell, agar ortga qaytsangiz, men siz bilanman. Vaqt topib, menga qo'ng'iroq qiling. Hali ham sizni yod olib turamiz, janob. Biroq sizga yordam bera olmayman deb qo'rqaman. Iltimos, meni noto'g'ri tushunmang. Bu qaror 20 yil oldin chiqqan. Tushunyapsizmi? 20 yil oldin. Detektiv Pol. Detektiv Pol. Sizga nima bo'ldi, janob? Ahvolingiz yaxshimi? Janob! Tez yordam chaqiring. Detektiv Pol. Detektiv Pol. Eshityapsizmi? Yordam bo'ling, janob. Tezroq shoshiling. Meni eshityapsizmi, janob? Pulsi yo'qolib qoldi. Qanday qilib hushdan ketdi o'zi? Russell! Russell, unga nima bo'ldi? Yuragi xuruj qildi. Qimirlamayapti. Yuragi xuruj qildi. Polni yoniga kelgandim. Men Jackman. Ahvoli yaxshimi? Quloq sol. Bunga haqqing yo'q. Haqqing yo'q. Nima demoqchiligimni bilasiz. Bu ishning yechimini topasiz. Lavozimingizni oshirishadi. Qo'lingizga medal tutqizishadi. So'ng esa o'sha medal o'zingiz deb hisoblaysiz. O'g'lingizni ko'ziga tik boqib unga shunday deng. Meni kechir. G'ashimga tegish uchun fursat kutib yuribsanmi? Men tamom bo'ldim. Ha, men noshud va nima ishga yarashimni unutib qo'ygan landovurman. Shuning uchun xatolarimni yaxshi bilaman. Bu ish bilan shug'ullanish siz uchun naqadar muhimligini o'g'lingizga tushuntiring. Shuncha mehnatim nima uchun edi? Nimaga kerak edi? Los Angeles Times'ning birinchi sahifasi. Bu umrimda o'qigan eng yaxshi maqola edi.
Buni eshitganimdan xursandman. Jek, sen bilan faxrlanaman. Yangi loyiha haqida bosh qotiryapman. Bizga tanish qiyofa kerak. Men aybdor deb topishimiz kerak bo'lgan tizimga lagan bardorlik qilgan odamni qo'l ostida ishlolmayman. Biz bundan ortig'iga qodir edik. Ishdan bo'shamoqchiman. I dream filthy. My moms and pops mixed me with Jamaican rum and whiskey. Want to set off. Should have pushed them dead off. Wipe the sweat off. Cause in this world I'm dead off. Squeeze lead off. Ben sped off. That's not all. Kevin Gays'ning oilasi Los Angeles tashkiloti bilan bo'lgan kelishuvdan $250,000 oldi. Pray and pray for my downfall. David Makning jazo muddati 11 yilga tushirildi. U o'g'irlagan $722,000 boy. Rafael Perez jinoyat sodir etishda davom etdi. Tupac Shakur va Christopher Waltz jinoiy tergov ishi hanuzgacha yechimini topmadi. Afroamerikaliklar jinoyatlarining 50% haligacha ochilmagan. 2015-yilda Russell Paul Los Angeles politsiyasi rahbari xonasida yurak xuruji tufayli vafot etdi. U Christopher Waltz ishi bo'yicha ishlayotgan edi. Pocket's a strong dude, yo. I know dude, you know what I'm saying? He's real strong. So when it was like he got shot, I was just more like Uzmedia.net sayti uchun maxsus tayyorlandi. I dream filthy. My moms and pops mixed me with Jamaican rum and whiskey. Want to set off. Should have pushed them dead off. Wipe the sweat off. Cause in this world I'm dead off. Squeeze lead off. Ben sped off. That's not all. MCs have the gall to pray and pray for my downfall. Pray and pray for my downfall. Pray and pray for my downfall. I was high when they hit me. Took a few cats with me. Shit, I need the company. Apologies in order to Tiana, my daughter. If it was up to me, you would be with me. Sorta like Daddy Dearest. My vision be the clearest. Silences so you can't hear it. Competition still fear it. Shit, don't ask me. I went from ashy to nasty to classy and still. Pocket's a strong dude, yo. I know dude, you know what I'm saying? He's real strong. So when they was like he got shot, I was just more like, again? You know what I'm saying? He always getting shot or shot at. He gonna pull through this one again, make a few records about it, and it's gonna be over, you know what I'm saying? But when he died, I was just like, whoa. I mean, even though we was going through our drama, I would never wish death on nobody, you know what I'm saying? Cause ain't no coming back from that.
goes out to you. This goes out to you. This goes out to you. Your reign on the top was short like leprechauns as I crush so-called willies, thugs, and rapadons. Get in that ass quick fast like Ramadan. It's that rap phenomenon. Don Dada, fuck Papa. You got to call me Francis MH. White intake like toast. So iron was told in shootout, stay low and keep firing. Keep extra clips for extra shit. Who's next to flip on that cat with that grip on rap? The most shady. Mickey baby. Ain't no telling where I may be. May see me in DC at Howard Homecoming with my man Capone drumming fucking something. You should know my stilo. Went from 10 G's for blow to 30 G's a show to orgies with O's I never seen before. So, Jesus, get off the notorious. Clean us before I squeeze and bust. If the beef between us, we can settle it with the chrome and metal shit. I make it hot like a kettle get. You're delicate, you better get who sent you. You still pedal shit. I got more rides than Great Adventure. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. On your mark, get set. When I spark, you wet. Look how dark you get when you're marked for death. Should I start your breath or should I let you die? In fear, you start to cry. Ask why. Lyrically, I'm worship. Don't front the word sick. You cursed it, but rehearsed it. I drop unexpectedly like bird shit. You herds get stuck quickly for royalties and show money. Don't forget the publishing. I punish them. I'm done with them, son. I'm surprised you run with them. I think they got coming because they nothing but dicks. Trying to blow up like nitro and dynamite sticks. Man, I smoke hydro, rock diamonds, that's sick. Got paid off my flow, ride with my own clip. Take trips to Cairo, playing with your bitch. I know you claim you was rich, fucking prick. When I see you, I'ma kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more.